Disneyning eng yomon remake'lari haqida gap ketganda shuni aytish kerakki, bu studiya animatsiya sohasida bundan ancha oldin o'z ustunligini isbotlab, o'zining mustahkam o'rnini egallagan edi. Ammo vaqt o'tadi va bir necha 10 yillikdan keyin hikoyalarni yangilab borish zarurati tug'iladi. Disney shunda o'z eski hikoyalaridan jonli aktyorlar ishtirokidagi filmlar yaratishga qaror qiladi. Aynan shu yerda katta muammolar paydo bo'la boshlaydi. Yaqin daqiqalarda esa Disneyning eng omadsiz remake'larining nega muvaffaqiyatsizlikka uchraganini tushunishga siz bilan birgalikda harakat qilib ko'ramiz. Shunday ekan, hamma uchar gilamlar va billur tuflilarni hozirlasin, chunki biz Disneyning maftunkor qasrlari tomon yo'l olyapmiz. Bu filmga juda katta umidlar bog'langani bekorga emas. O'ylab ko'ring, Tarzan va Jane rollarida Alexander Skarsgård va Margot Robbie. Vizual jihatdan juda uyg'un duet, ammo chiroyli manzara va juftlik o'zi bilan birga muvaffaqiyatni olib kelmadi. Disneyning 1999-yildagi animatsion filmi bu qahramonlar haqida butun boshli avlodni tarbiyalagan bo'lsa-da, yangi remake to'liq muvaffaqiyatsizlik bo'lib chiqdi. Film voqealari Tarzanning yovvoyi o'rmonlarda yashaydigan yillaridan keyin boshlanadi. Endi u Londonda yashamoqda. U madaniyatli, beozor jentelmen bo'lib ulg'aygan va hayvonlarga xos odatlarini ortda qoldirgan. Ammo o'tmish baribir uni qayta topadi. Angliya qirolichasini uni Kongo hududiga konlarni tekshirish uchun yuborishni so'raydi. U yerda Tarzan yollanma jangchilar to'dasini ko'rib qoladi. Ular hududda tartibsizlik va vayronagarchilik keltirib chiqarayotgan edi. Bu manzaralar Tarzanning qadimgi instinktlarini uyg'otadi va u eski do'stlaridan yordam so'ramoqchi bo'ladi. Biroq ular Tarzanni xoin deb hisoblashadi. Bunday yondashuv odatdagidan biroz farq qiladi, ammo asosiy muammo shundaki, film tomoshabinning bolalikdagi sevimli multfilmida bo'lgan mehr ruhi va iliqlikni jonli formatda qayta yaratishga urinib, oxir oqibat juda oddiy yuzaki blockbusterga aylanib qolgan. Syujet ham butunlay shablondir. Boylik ortidan quvgan yovuz odam va uni kuch ishlatib to'xtatishga harakat qilayotgan qahramonlarning o'zi rangsiz, jonlanmagan, xarizmasiz tasvirlangan. Hatto bosh qahramon Tarzan ham. Kristof Valts bu filmda yovuz obrazini ijro etgan bo'lsa-da, uning roli ham bu safar nihoyatda kuchsiz chiqdi. Garchi u salbiy rollarni juda zo'r ijro qilishi bilan mashhur bo'lsa-da, grafika va vizual effektlar sifati ham umuman qoniqarli emas. Hayvonlar va dekoratsiyalar kompyuter animatsiyasi bo'lishiga qaramay juda sun'iy ko'rinadi. Bu esa tomoshabinni filmni ko'rish davomida bezovta qilaveradi. Umuman olganda, bu Tarzan versiyasi barcha yo'nalishlarda juda zaif deb topilgan. Shu joyda bilmaganlar uchun qisqa tushuntirish. Remake bu eski film yoki multfilmning zamonaviy talqinda qayta suratga olinishi. Uni yaratishdan maqsad klassik hikoyani yangi avlodga tushuntirish va ko'rsatish, yangi texnologiyalar yordamida yanada boyroq ko'rinishga keltirish va albatta muvaffaqiyatli brend orqali yanada ko'proq daromad olish. Eng muhimi, remake originalning ruhini saqlab qolgan holda yangicha g'oya taklif qilsa, u muvaffaqiyatli bo'ladi. Aks holda tomoshabin kutgan natija umuman chiqmaydi va aksar hollarda shunday bo'ladi ham.
1998-yildagi Mulan animatsion versiyasi Disney muxlislari tomonidan juda sevib qarshi olingan bo'lsa-da, uning jonli aktyorlar ishtirokidagi 2020-yilgi talqini xuddi shunday iliq munosabatga ega bo'la olmadi. Filmning eng katta afzalligi bu uning vizual qiyofasi, ranglar, kadrlar kompozitsiyasi va sahna estetikasi haqiqatdan ham ajoyib tasvirlangan. Ammo shu bilan birga film deyarli barcha boshqa elementlarda muvaffaqiyatsizlikka uchradi va animatsion film bir vaqtlar tomoshabinlarga bergan kuchli hissiyot va ruhni afsuski bera olmadi. Ayniqsa Disneyning eng yaxshi malikalaridan biri bo'lgan Mulan obrazi borasida. Syujetga ko'ra Xitoy imperatori shimoldan bostirib kelayotgan dushmanlarga qarshi kurashish uchun har bir oiladan bittadan erkak kishi armiyaga chaqirilishi haqidagi farmonni e'lon qiladi. Bu farmon faxriy jangchi bo'lgan, ammo endi kasal otasining o'rniga xizmat qilishga ilhom bergan Mulan oilaning katta qizini erkak kiyimida armiyaga qo'shilishga majbur qiladi. Qiz har bir qadami bilan jiddiy sinovlarga duch keladi. O'zining yashirin kuchi va haqiqiy salohiyatini namoyon etadi. Uni oldinda epik sarguzashtlar kutmoqda. Bu sayohat uni mard jangchiga aylantiradi, xalq hurmatini qozontiradi va otasining faxriga aylantiradi. Filmning umumiy g'oyasi animatsion originalga o'xshash bo'lsa-da, yangi versiyada qo'shiqlar, Mulanning do'sti bo'lgan Mushu ajdahosi va romantik chiziq to'liq olib tashlangan. Buning evaziga syujetga qiyofa o'zgartiruvchi jodugar qo'shilgan. Amerikalik tomoshabinlar aynan mana shu Disneyga xos elementlarning yo'qligidan norozi bo'ldilar. Xitoylik auditoriya esa aksincha film hali ham tarixiy jihatdan noto'g'ri va g'arb qarashiga moslab yaratilgan deb hisoblashdi. Eslatib o'taman, Mulan haqidagi biz sevgan multfilm Xitoy xalqiga mutlaqo yoqmagan va xitoyliklar o'z qahramoni uchun o'zlari film suratga olgan. Ishontirib ayta olamanki, xitoyliklarning filmi bilan Disneyning Mulani o'rtasida deyarli o'xshashlik yo'q. Aslida Mulan Disney multfilmlari orasida jonli aktyorli remake qilish uchun eng mos hikoya edi. Mushu ajdahosidan tashqari hamma narsa ancha realistik ko'rinishga ega. Afsuski, studiya loyihani ilk bosqichlardanoq noto'g'ri yo'nalishga burdi. Filmning asosiy maqsadi avval boshdanoq Xitoy bozoriga yo'naltirilgan edi. Bu esa Disney uchun noodatiy qaror bo'lgan. Ammo bu g'oya muvaffaqiyatsiz bo'lishi allaqachon birinchi treyler chiqqan paytdanoq ayon bo'ldi. Xitoylik tomoshabinlar hatto qisqa lavhalarning o'zida tarixiy xatolarni ko'rib, ba'zilarini hatto haqoratli deb topdilar. Natijada film na to'laqonli Disney remake va na afsonaning tarixiy qayta talqini bo'la oldi. Vizual jihatdan chiroyli, aktyorlik mahorati o'rtacha darajada bo'lishiga qaramay, u baribir Disneyning eng muvaffaqiyatsiz qayta ishlangan kartinalaridan biriga aylandi. Lady va Daydining 2019-yilgi versiyasi kinoteatrlarda emas, balki Disney Plus streaming platformasida to'g'ridan to'g'ri taqdim etilgan. Va rostini aytganda film aynan streaming uchun suratga olingandek tuyuladi, chunki katta ekran uchun unda deyarli kuch yo'q. Hikoya originalga juda o'xshash bo'lgani sababli ko'pchilik muxlislar syujetni iliq qabul qildi. Biroq jonli suratga olish va kompyuter grafikasining aralashmasi bu safar o'zini oqlamadi. Syujet hammaga tanish. Lady boy oilada yashovchi, tarbiyali zotdor kuchuk. Daydi esa ko'chada kun ko'radigan, erkinlikni hamma narsadan ustun qo'yadigan daydi ittir. Tasodifan ularning yo'llari kesishadi va ikki kichik yurak o'rtasida haqiqiy sevgi boshlanadi. Haqiqiy itlardan foydalanish g'oya sifatida yoqimli tuyuladi, ammo ularning og'zini gapirtirish uchun ishlatilgan vizual effektlar kompyuter grafikasi tarixidagi eng noqulay va sun'iy ko'rinadigan tasvirlardan biri bo'lib qoldi. CGI ayrim mashhur sahnalarda, masalan, afsonaviy
spagetti yeyish epizodida yomon chiqmagan, ammo butun film davomida bir xil darajada ishlash juda murakkab vazifa edi hamda Lady Vadayda ustida ishlagan jamoa bunga tayyor emasligi yaqqol sezildi. Filmni tomosha qilar ekansiz, xuddi ishlab chiqarish jarayonining o'rtalaridayoq ijodiy jamoadagi hamma bir narsani tushunib yetgandek tuyuladi. Bu remake'ni umuman suratga olmaslik kerak edi, ammo ortga qaytishning iloji qolmagan edi. Uni kinoteatrlarda namoyish qilish Disney uchun ulkan xato bo'lardi. Ehtimol u studiya tarixidagi eng katta kassaviy muvaffaqiyatsizliklardan biriga aylanardi. Aslida film syujet jihatdan yomon emas, chunki hikoya o'zgarmagan. Natijada bu remake eng ko'pi bilan shunchaki uyda zerikkan kuni hech qayerga borishni xohlamasangiz va ko'rishga boshqa hech narsa topilmasa, tomosha qilinadigan film darajasiga tushib qolgan. 2019-yilda chiqqan Dumbo aslida biz bolaligimizda ham ko'pincha chetlab o'tgan film edi, chunki u juda qayg'uli kichik filcha onasidan ajratiladi va keyin uni boshqalarni kuldirish uchun majburan sahnaga chiqarishadi. Bir necha yil avval Alisa Mo'jizalar mamlakatida filmidagi muvaffaqiyatidan so'ng Disney uzoqni ko'ra oladigan rejissyor Tim Burton'ni ushbu klassik qahramonning yangi talqinini yaratishga taklif qildi. Dumbo avvaldan ham Burtonga xos ohanglarga ega edi. Ulkan quloqlari bilan yolg'iz, jamiyatdan chetda qolgan jonzot sirklarda tomosha ko'rsatishga majbur edi. Biroq Disneyning bu remake tomoshabinlar tomonidan yaxshi qabul qilinmadi. Filmda bir nechta yaxshi qo'shimchalar mavjud. Nyu-Yorkdagi Dreamland attraksionlar bog'ining futuristik ko'rinishda qayta talqin qilinishi, Batman qaytadi filmidagi mashhur duet Danny DeVito va Michael Keatonning yana birlashishi hamda Tim Burtonga doimiy hamkor bo'lgan bastakor Danny Elfman yaratgan ajoyib musiqa. Afsuski 1 soatlik animatsion film deyarli 2 soatlik kartinaga aylantirishga urinish filmga jiddiy zarar yetkazdi. Tomoshabinlarni yangi syujet chiziqlari deyarli qiziqtirmadi. Voqealar esa cho'zilib ketgan, ritm juda sekin. Shu sababli Dumbo Disneyning jonli aktyorli remakelari orasida eng zaiflaridan biriga aylandi. Garchi Dumboning animatsion versiyasi 1941-yilda chiqib, dekoratsiyalari oddiy akvarel bilan chizilgan bo'lsa-da, bugungi kunda dunyo bo'ylab ko'plab tomoshabinlar Burtonning yorqin effektlarga boy zamonaviy filmidan ko'ra o'sha eski multfilmini tomosha qilishni afzal ko'rishadi. Chunki zamonaviy remakening rang-barangligi va texnikasi hech qanday ahamiyatga ega bo'lmay qoladi. Agar film ortiqcha cho'zilgan, zerikarli, ruhsiz, nimaga va kim uchun yaratilgani noma'lum bo'lsa. 2022-yilda chiqqan Pinokio remake haqida gapiradigan bo'lsak, Disney studiyasi bu filmlarni kinoteatrlarda namoyish qilish sog'lom aqlga zid bo'lishini tushungan va uni darhol Disney Plus platformasiga taqdim etgan. Bu Disney tarixidagi ikkinchi to'liq metrajli animatsion filmning jonli talqini edi. Pinokio muxlislar va tanqidchilar fikricha Disneyning eng yomon remakelaridan biri hisoblanadi. Tom Hanks va Cynthia Erivo kabi odatda juda maftunkor aktyorlarning ishtiroki ham filmni kuchli tanqiddan qutqara olmadi. Film chiqqan paytda ko'plab davlatlarda aynan Cynthianing obrazi tomoshabinlarga yoqmagan va bu hech kimni umuman hayratlantirmagan. Tushunishingiz uchun Cynthia Erivo biroz vaqt oldin Yovuz musicalida Alifaba roli bilan hammani hayratga solgan edi. Hikoyaga ko'ra, yog'och qo'g'irchoq Pinokioni sehrli pari jonlantiradi va unga haqiqiy bola bo'lish uchun yaxshi, odobli hayot kechirish vazifasini topshiradi. Ammo ushbu filmning eng katta omadsizligi shundan iboratki, u deyarli o'sha davrda Guillermo del Toroning Pinokio haqidagi o'z talqini bilan
bir vaqtda chiqib qoldi. Del Toroning animatsion filmi tanqidchilar tomonidan ancha yuqori baho olgan. Disneyning versiyasi esa uning soyasida tom ma'noda qolib ketdi. Jonli aktyorlar va kompyuter grafikasining aralashuvi, xususan Pinokkioning haqiqiy bolaga aylanish jarayoni vizual jihatdan ta'sirli tuyulsa-da, unda original animatsiyaning sehrli ruhi yetishmadi. Tomoshabinlar o'zlariga savol bera boshlashdi. Bizga Disney remake'lari umuman kerakmi o'zi? Asl hikoyaning eng nozik, eng ta'sirchan elementlari bu versiyada sun'iy majburlab qo'shilgandek, ba'zan hattoki shablondek ko'rinadi. Filmning yomon qabul qilinishiga sabab bo'lgan eng katta omil esa Pinokkioning vizual ko'rinishi bo'ldi. U juda qo'rqinchli, sovuq va yoqimsiz tasvirlangan. Bu obraz tomoshabinni zavqlantirishi, iliqlik uyg'otishi kerak edi. Qo'rquv emas. Agar bu asosiy element ishlamasa, butun film ishlamaydi. Vizual effektlar rejissyor Robert Zemeckisning odatda eng kuchli tomoni. Axir u bizga kelajakka qaytish, Quyon Rojerni kim aybladi kabi durdonalarni taqdim qilgan. Ammo bu safar barcha effektlar umuman ish bermadi. Ishonarli chiqmadi ham. 1996-yilgi 101 ta Dalmatin filmi rejissyori Steven Herek Disney uchun 90-yillarda 3 ta hit suratga olgan edi. Qudratli o'rdaklar, 3 mushketyorlar va 101 ta Dalmatin. Ammo aynan 3-film uning eng katta muvaffaqiyatsizligiga aylandi. Hikoya Angliyada Rojdestvo arafasida sodir bo'ladi. Mashhur yovuz obraz Cruella de Vil o'zining qimmatbaho mo'ynalar kolleksiyasiga qo'shish uchun aniq 101 ta Dalmatin kuchukchasini o'g'irlashga qaror qiladi. Ammo uni hali oldinda nimalar kutayotganini tasavvur ham qilmaydi, chunki kuchukchalar egalarining ularni himoya qilmasdan qo'l qovushtirib o'tirish niyati tabiiyki yo'q edi. Cruella obrazini keyinchalik Emma Stone ijro etgan bo'lsa-da, aynan 1996-yilda bu rolni Glenn Close ijro etgan edi. U hatto ushbu roli uchun Oltin Globus mukofotiga ham nomzod bo'lgan. Bu film Glenn Close'ning eng yorqin rollaridan biri sifatida e'tirof etiladi, ammo Glennning ajoyib ijrosi ham filmni yaxshi remake-ga aylantira olmadi. Film tanqidchilar tomonidan keskin qoralanib, bir qancha muammolar ta'kidlangan. Eng katta tanqid undagi ikkita ahmoq, no'noq o'g'rining uyda yolg'iz filmidagi talonchilarni eslatishi bo'ldi. Filmning ikkinchi yarmiga kelib, voqealar mutlaqo g'alati, go'yo uyda yolg'izning arzon versiyasi kabi bo'lib qolgan. Shunga qaramay film kassada juda yaxshi natija ko'rsatdi va shu sababli uning davomi suratga olindi. Afsuski 1002 Dalmatin birinchi qismdan ham battarroq chiqdi. Glenn Close yana o'sha darajada mahorat bilan rolini takrorlagan bo'lsa-da, filmda syujet jihatidan ham personajlar borasida ham hech qanday yangilik yo'q edi. Cruella yana Dalmatin mo'ynasidan palto tikmoqchi bo'ladi. Shu xolos. Tomoshabinlardagi nostalgiya ham filmni qutqara olmadi va baxtimizga bu seriya shu yerda yopildi. Shu bilan har qanday jonli aktyorli remake baribir muvaffaqiyatsizlikka uchraydi degan tasavvur paydo bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo bu to'g'ri emas. Aynan shu hikoyaning 2021-yilda chiqqan yangi talqini Craig Gillespie suratga olgan Cruella buni isbotlab berdi. Emma Stone bosh rolni ijro etgan ushbu filmda kostyumlar, grim va stil bilan bog'liq ishlanmalar shunchalik zo'r ediki, film eng yaxshi kostyum dizayni bo'yicha Oscarni qo'lga kiritdi. Personajlar yaxshi yozilgan, syujet o'zgacha yondashuvda, loyihaning qimmatliligi yaqqol sezilib turadi. Yaqinda esa uning davomi ham chiqishi kutilmoqda. Bu to'liq o'z o'rniga ega bo'lgan adolatli davomiy film bo'ladi. 90-yillardagi Dalmatinlar remake esa juda zaif bo'lib qolgani aniq.
2023-yilda chiqqan Peter Pan va Wendy filmi haqida gapiradigan bo'lsak, aslida James Matthew Barry'ning Peter Pan haqidagi huquqlari Disneyga tegishli bo'lmagani uchun bu asarning animatsion ham jonli kino shaklidagi juda ko'p talqinlari ham mavjud. Ushbu yangi versiya Barry'ning asl hikoyasini Disneyning klassik animatsiyasi bilan birlashtirib, personajlarga ancha yerga tushirilgan realroq yondashuv yaratishga harakat qiladi. Biroq uchish uchun baribir sehrli changdan foydalaniladi. O'qish uchun yopiq xususiy internatga ketish arafasida Wendy Darling onasiga men katta bo'lishni istamayman, hammasi hozirgidek qolsa yaxshi bo'lardi deb aytadi. O'sha kechasi qiz va uning ikki kichik ukasini Peter Pan va Pari Dinding ziyorat qiladi va ularni sehrli mamlakat Netlandiyaga olib ketadi. U yerda ular Peter bilan ulg'ayishdan qo'rqayotgan yo'qolgan bolalar bilan hindistonlik malika Tiger Lily bilan tanishishlari va rahmsiz kapitan Kruk hamda uning qaroqchilar to'dasi bilan to'qnash kelishlari kerak bo'ladi. Bu hikoyani biz ming martalab turli talqinlarda ko'rganmiz, lekin Disney nimagadir yana shu mavzuga qaytishga qaror qildi. Film aktyorlar tarkibidagi rang-baranglik tufayli ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Yo'qolgan bolalarning ayrimlari qizlar. Pari Dinding rolini esa qora tanli aktrisa Yara Shakidi ijro etadi. Film avvaliga Barry'ning asl hikoyasiga juda sodiq ketadi, ammo keyinchalik asta-sekin yangi yo'nalishga og'adi. U juda sekin temp bilan voqeani markaziy g'oya tomon yetaklaydi-yu, lekin baribir o'sha sehrni, bu ertakni sevdirgan asosiy ruhi va mazmunini asta-sekin yo'qotib boradi. Nihoyat esa hikoyaning eng muhim g'oyasini butunlay buzib tashlaydi. Albatta filmning ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qilsa bo'lardi agar kamchiliklar shunchalik ko'p, shunchalik katta bo'lmaganda. Ammo hozirgi holida bu film vaqtni behuda sarflashdan boshqa narsaga yaramaydi. Bu ro'yxatga aynan ikkinchi filmni kiritishimning sababi shuki, birinchi qism ham yumshoq qilib aytganda unchalik kuchli bo'lmagan, biroq unda hech bo'lmasa qandaydir potensial bor edi. Davomi esa bu imkoniyatni butunlay yo'qqa chiqardi. Agar biz Disneyning animatsion ertaklarini qayta suratga olish bo'yicha eng muvaffaqiyatli kassabob remake'larini sanasak, 2010-yildagi Alisa mo'jizalar mamlakatida shubhasiz ravishda 5likka kirgan bo'lardi. Film butun dunyo bo'ylab 1 milliard dollardan ortiq daromad to'plagan va 2 marotaba nufuzli Oscar mukofotini olgan. Ammo bu yerda biz kassaviy yutuqlar haqida emas, sifat haqida gapiryapmiz. Birinchi film tomoshabinni Alisa va uning hikoyasidagi asosiy qahramonlar bilan tanishtiradi. Ikkinchi qism esa force major tarzda butun bu dunyoni har tomonga burishga harakat qiladi, ammo buni sifat jihatdan uddalay olmaydi. Alisa ko'zgu ortida filmida bosh qahramon vaqt bo'ylab sayohatga chiqishi, kutilmagan sarguzashtlar bilan to'la yo'lni bosib o'tishi va aqldan ozgan shlyapachini qutqarishi kerak bo'ladi. Bizga yana mukammal aktyorlar tarkibi namoyish etiladi. Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter hamda Sacha Baron Cohen. Vizual effektlar ham ayrim sahnalarda juda chiroyli. Albatta bunday rang-barang dunyo uchun bu tabiiy holat. Biroq filmning asosiy muammosi shundaki, u mo'jizaviy ertak dunyosini ilmiy fantastik vaqt sayohati dramasiga aylantirib yuboradi. Shlyapachning o'tmishini o'zgartirishga qaratilgan syujet original ruhni buzib tashlaydi. Film Alisa haqidagi hikoyani Lewis Carroll yaratgan shakldan butunlay boshqa yo'nalishga burishga uringan, lekin bu mutlaqo keraksiz edi, chunki Carrollning dunyosi allaqachon yetarlicha boy edi. Birinchi qism milliardlab daromad qilganidan so'ng tomoshabinlar ikkinchi qismdan ham katta natija kutishgan, ammo u kassada ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Film zo'rg'a byudjetni qaytarib oldi. Ba'zan mukammal yaratilgan narsani o'zgartirmay o'z holicha qoldirish eng to'g'ri qaror bo'ladi. O'z vaqtida to'xtay bilish bu san'at. Keraksiz aralashuvlarning esa xavfi katta, oqibatlari esa og'ir bo'ladi. 2000
2023-yilda chiqqan Suv parisi filmida savollar juda ko'p. Rejissyor Rob Marshall klassik Disney animatsiyasini butkul buzib yubormagan bo'lsa-da, faqat qisman saqlab qola oldi. Film sahnalarining katta qismi asl multfilm sahnalari bilan deyarli bir xil qilib ko'chirilgan. Okeanda yashovchi Ariel dengiz hukmdori Tritonning qizi inson bo'lishni orzu qiladi. Bir kuni otasi bilan janjallashib, u saroydan uzoqlashadi. Ayni shu paytda kuchli bo'ron boshlanadi va Ariel cho'kayotgan shahzoda Erikni qutqarib qoladi. Ariel unga oshiq bo'lib qoladi va odamlar dunyosida yashash uchun jodugar Ursula bilan kelishib, oyoqlarga ega bo'lishni so'raydi. Evaziga u o'zining betakror ovozidan voz kechishi kerak bo'ladi. Aktrisa Holly Baileyning ovozi darhaqiqat juda kuchli va chiroyli, ammo u birinchi navbatda qo'shiqchi, aktyorlik esa ikkinchi darajadagi san'ati. Film ishlab chiqarilish jarayonidayoq ko'plab tomoshabinlar kanonning irqiy o'zgarishidan norozilik bildira boshlagan edi. Shuningdek, Arielning sochi uchun ketgan $150 ming CGI xarajati ham ko'p bahs munozaralarga sabab bo'ldi. Asl multfilmda suv ostida erkin o'ynab turgan uzun qizil sochlar obrazning asosiy jozibalaridan biri edi. Bu remake'da esa etnik soch turmagi bilan o'sha effektni takrorlashga urinishlar bo'lgan, lekin bu unchalik ishlamadi. Irqiy bahslarni chetga surib turaylik. Axir ertak kinolarda baliqlar va qisqichbaqalar suv ostida baland ovozda gaplashadi. Bu dunyoda hamma narsa mumkin. Keling, filmni texnik va struktura nuqtai nazaridan baholaylik. Filmning eng yaxshi jihatlari Holly Baileyning o'zi va Melissa McCarthy. Melissa Ursula obraziga xarizma va tashqi ko'rinish jihatdan juda mos tushgan. Holly esa ko'pchilikni hayratga solib, sodda tashqi dunyoni o'zgarishga oshufta bo'lgan o'smir qiz obraziga juda tabiiy kira olgan. Ammo remake'da tolerantlik mavzusiga haddan tashqari ko'p vaqt ajratilgan. Natijada asosiy syujet sezilarli darajada sustlashib qolgan. Asl multfilm atigi 1 soat 20 daqiqa bo'lgan. Bu o'sha davr Disney animatsiyalari uchun ideal davomiylik edi va eng muhim voqealar shu vaqt ichida mukammal ochib berilgan. Remake esa 2 soat 15 daqiqaga cho'zilgan. Bunday sodda hikoya uchun bu juda ortiqcha yechimdir. Albatta hikoyani chiroyli kengaytirish mumkin edi, lekin Rob Marshall bunga afsuski erisha olmadi. Filmga maxsus qo'shilgan yangi personajlar, masalan, shahzodaning onasi umuman keraksizdek tuyuladi. Ular shunchaki metrajni uzaytirish uchun qo'shilgandek. Remake'da suv juda ko'p, ortiqcha sahnalar, ortiqcha dialoglar, ortiqcha vaqt. Ba'zi epizodlar esa mutlaqo mantiqsiz. Masalan, qush baliq yeydi va 5 daqiqadan so'ng o'sha baliq bilan quchoqlashib salomlashadi. Flounder va Sebastian esa alohida mavzu. Ularni realizmga yaqinlashtirish kerak bo'lgan, ammo natija juda sust, deyarli muvaffaqiyatsiz chiqqan. Tomoshabinlar personajlarning o'zgarishlarini qabul qilishlari mumkin edi, agar ular chiroyli va yaxshi hikoya ko'rinishida qolganida. Ammo bu filmda bunday bo'lmadi. 2 yoki 3 yaxshi aktyorlik o'yini bu kamchiliklarni qutqara olmas edi. Shu bois Suv parisi Disneyning eng zaif remake'laridan biriga aylandi. Albatta, yuqorida sanab o'tilgan remake'larimizdan tashqari turlicha qabul qilingan boshqa filmlar ham yetarlicha topiladi. Masalan, Oppag'oy filmi. Oppag'oy filmi ham yuqorida tilga olingan kamchiliklarni takrorlagani uchun omadsiz remake'lar qatoriga kiradi. Ammo vaqt cheklangani bois bugungi videoda faqat eng muvaffaqiyatsiz talqinlarga to'xtalib o'tdik xolos. Shunday bo'lsa ham muhokama qilinadigan remake filmlar hali juda biz o'ylagandan ham ko'p. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlab turing. Agar bu mavzu sizga qiziq bo'lsa, albatta eng yaxshi remake'lar haqida ham alohida video tayyorlaymiz. Odatdagidek videoni oxirigacha tomosha qilganlar izohlarda Hakuna Matata deb yozib qoldirishni unutmang. Hozircha xayr, keyingi olamlarda, keyingi sehrli diyorlarda ko'rishguncha xayr.